xolis Alloh uchun bo'lishi kerak. Qilayotgan har qanday savob amalimiz yoki tark qilayotgan har qanday ma'siyat, gunoh amali bo'lsin, birini qilishdan, birini qilmaslikdan maqsad Allohning roziligi. Agar Allohning roziligini yonboshiga odamlarni, xalqni, mahallangizni roziligi qo'shiladigan bo'lsa, bu amal birodarlar ixlos bo'lmaydi unda. Mo'min odam qilish kerak bo'lgan amallarning eng og'iri bu ixlos. Ixlos. Muxlis banda xolis ish qiladigan banda. Qalbi Allohga aylangan bo'ladi. Riyokor odamlarning qalblari esa odamlarni maqtoviga, odamlarning so'ziga bog'langan bo'ladi. Muxlis bandaga qilgan savobli amali uchun odamlar maqtasa ham, maqtamasa ham baribir qilaveradi. Ammo riyokor odam odamlarning so'ziga, odamlarning unga bo'ladigan munosabatiga qarab turadi. Maqtasa qiladi, maqtashmasa qilmay qo'yadi. U savob Alloh uchun qilinishi kerak edi, bandalar uchun emas. Bandalar uchun qiladigan bo'lsang, qilmay qo'yganing ma'qul edi. Astagfiru billah. Va idza qamu ila as-salati qamu kusala yura'una an-nasa va la yadhkuruna Alloha illa qalila. Riyokorlarni Alloh taolo aytadi. Va qachon namozga tursalar, dangasalik bilan xo'ja ko'rsinga turadilar va Allohni kamdan kam yod olurlar. Namozga turadi, lekin yalqonlik bilan turadi. Allohni eslamaydi bular. Namozni xolis Alloh uchun o'qigan kishi bilan namozni odamlarning ko'ziga o'qigan kishi, bu ikkalasi hargiz teng bo'lmaydi.